Muqimiy ko'chasida bo'lgan voqeani eshitdinglarmi? BYD bilan Gentra haydovchisi orasida. Xullas bir-biriga yo'l bermaganmi, nima bo'lgan? BYDdan ota bola tushib, Gentradagi bolani urib tashlashgan. U kaltayotganini ko'rgan ayoli stress bo'lib, qornidagi bola tushib qolgan. BYDda yurgan odam agar Rolls-Royce'ga o'tirib qolsa nima bo'lar ekan? Pul o'zi zo'rg'a BYDga yetgan yoki kreditga olganmi va o'zini yo'lni qira olaman deb o'ylab qolganmi? Xullas shunaqa odamlar ko'payib ketyapti ko'chada. Shunaqa odamlarga murojaat. Yaqinda ham bitta qizni qo'ygan edim, esingizda bor. Menga o'rta barmog'ini ko'rsatib ketgan qizni. Eplasalaring, yurlaring. Rulga o'tirishdan oldin keyin chiqlaring ko'chaga. Toshkentning ko'chalarida milliarderlar ham yuradi, milliarderlar. Jim yuradi. 500 minglik, 1 million dollarlik mashinalarda yurishadi o'shalar ham. Lekin o'zini qirol deb bilmaydi. Ko'rmay ko'rib qolganlar bo'lsa, o'zini shunaqa tutadi. Shuning uchun aytiladi. Ko'rib katta bo'lgan boshqa, katta bo'lib ko'rgan boshqa deb.